Abdulaziz doktorga olib kelganmiz, mashinani polniy qarab chiqdik. Okay? Eng qizig'i odamlarga nech pul расход ketadi. Videoni boshidan ham chunki aytganmiz-da, motor, ходовой, usti, ichki saloni hammasini narxi bilan aytamiz deganmiz. Nimalar kesdi bitta ko'rib bering. Richi o'zida qoladi. Mana ikkita rezinkasi, to'rtta bu yoqdagi rezinkasi yirtilib ketgan mashinada, o'sha ezilib qolibdi. Almashtirish kerak. Gulshiter butun misol uchun. Gulshiter o'zi qoladi, rezinkasi bilan bu yoqdagi prokladka almashtiriladi. Ya'ni ketadigan narsalarni alishtirib tashlaymiz. O'shanda aniq narx chiqadi. Endi hammaga qiziqdi bariga ham. Mana mashinaga holatdagi mashinani ko'ryapsiz. Ustidan ham ma'lum, uje yetib kelganda mashina, motor ham qilish kerak, polniy ходовой ham qilish kerak. Endi polniy deganda ketadigan narsani ketkizib, qoladigan narsani qo'yib ish bo'ladi, aka. Bir Nexia qilganimizda, polniy ходовойni qilganimizda hamma narsa almashdi. Ya'ni 5 million 700 ming so'm bo'ldi. Motori bo'ladigan bo'lsa, motorida 4 million 700 ming bo'ladi oxirgi marta. Общий 10 million nari berisi bo'lishi mumkin. Ya'ni oxirida shotini chiqazamiz. Abdulaziz doktor menga olib kelmasangiz bo'lmaydi. Xohlasangiz pulga qilib beraman, xohlasangiz tekinga qilib beraman. Chunki birinchi videoingizni ko'rdim. Har bitta narsani narxi bilan aytilishi kerak deganlar uchun do'stimizga olib keldim. So'zlarni olaylik, necha kunda bitadi do'stim? Inshaalloh 3 kunda harakat qilaman, va'da bermayman. Bo'ldi. 3 kunda. 3 kunda zo'r. Bizga yo'q. Ko'rishamiz. Sog' aka. Baraka toping. Komandaga rahmat.